Assalomu alaykum azizlarim. Hammanglar sog' omonmisizlar? Yana bir tong o'tirganimizga shukr. Allohimga eson-omon uyg'otganiga shukr. Gullarimni qarang. Yana gullarning ichidaman. O'rtoqlar. Gullar bilan yashaymiz deb qarang. Navaramni ko'ring. Anaqani nima edi oti-ya? Piyonni kovlayman dedim-ku. Kovladim. Hali bittasini kovladik. Qarang. Bahorda o'sadigan narsa уже yer tagida nish urib yotibdi. Bu ertaga sovutchisi uxlaydi. Keyin bahorda darrov ko'rinadi. Mana. Mana bittasi отдельно bo'lib qoluvdi. Shunda ham mana shuncha ko'zi bor, qarang. Bitta kichkina shoxchasida nechta guli bor. Kech qoldim. Naqd bir oyga kech qoldim, lekin minus bo'lmaguncha eksa bo'ladi. Chiqilib minus bo'lmay tursin. Mana ikkinchisini kovlayapmiz. Buni endi nari yangi uchastkaga olib borib ekmoqchiman. O'sha paytda tegida yerlarini ja yumshoq qilib, chiroyli qilib ekmagan ekanman. Endi yumshoq qilib, anaqa drenajlar qilib ekaman. Ham salqinda qolib ketdi gullarim. Alaykum assalom. Rahmat. Gulimni kovladim, shuni videosini olyapman. Xo'p. Mana azizlarim, bu hovliga olib kelib, gullarimni bo'lib ekmoqchiman. Bunichi mana bunaqa rangli margan sopkaga pas o'tib qo'yaman, ustidan chak yuboraman hozir mana. Margan sopka uncha kasallarni o'ldiradi. Ham ildizlari pas kesilgan joylari dezinfeksiya bo'ladi. Mana kattagina qilib chuqur qilib oldik. Ildizi yonga kengayar ekan, pastga chuqurga ketmas ekan. O'shaning uchun ob'yomini katta qilib ko'lab olish kerak ekan. Bunga endi yerimiz qattiq, go'ngsiz. Men buni yumshatishga harakat qilaman. Mana bu xazon. Mana qani. Urug'ni. Xazoni. Piyozni xazoni. Piyoz po'chog'i. Bu ham foyda. Uncha vreditellarni yo'q qiladi. Uzr, vreditellar nima deydi ya? Yomon hasharotlarni. Bittasi hozir peris demang, o'zbekcha eting debdilar-da. Baraka topgur. Peris deb o'rganganmiz-ku biz endi. Nima deyman uni? Bolgarskiy deymanmi? Mayli. Kommentariy yozganlarga ham rahmat. Mana qaranglar. Mayda tosh. Qum tosh. Yerimiz yumshoqroq bo'lsin deyapman-da. Endi qarang, men bu ham o'tinni kuli qarang. O'tinni kuli ham o'sha zarar kunandalarni yo'qotadi. Bitta chuqurchadagi nimani ko'rsataman-da. Ekilishini. Keyin qo'yganini. Keyin mana bunaqa yumshasin deb go'ngmas-da bu. Bego'miz. Endi bo'lganimiz nechta chiqdi? Bitta nimamiz 4ta. 3ta, bu yerda 3ta. Mana bu yerda yana 3ta, 6ta chiqdi. Baraka. Mana. Shundoq qo'yamiz-da. Yopamiz. Atrofini endi o'zini turpog'i bilan yopaylik.
Ana yuzidagi qora turpoq, sariqdek turpog'idan ko'ryapsizlar. Sariq turpoq yomon. Qotirib yuboradi yer. O'sha kuldan ham ozgina sepib yuboring ustiga. Judayam chuqur bo'lish kerak emas. Juda chuqur bo'lsa ham gulini kam beradi. Yeri yuziga 3 cm tegida bo'lsa bo'ldi. Yoping. Hali suv quysak buni tushadi pastga. Yana turpoq yopamiz ustidan. Qarang, bergomizim kam ekan. Mana ko'p qilib qo'ysam. Qarang, bungacha haligi nima edi ota? Qipig'lar bo'lsa zo'r bo'lardi. Mana shunaqa qilib hammasini ekib olaman, keyin oxirida ko'rsataman azizlarim. Hozir bitta qo'lda ish qilish qiyin bo'lyapti. Assalomu alaykum. Azizlarim, hammanglar yaxshimisizlar? Uchlar tinchmi? Kecha ishimizni tugata olmadik, charchab qoldik. Lekin go'ngimiz ham yo'q edi-da. Bugun mana davom etkazyapmiz. Bu ikkinchi to'pi. Kecha qizilini ekuvdik. Bu rozoviysi. Rozoviyni hidi rasali ham chiroyli, rasali ham nima desa bo'ladi? Yoqimli-da. Hovliga kirsangiz gupillab hidi keladi. Mana bunaqali margan sopkali suvga bundan sal to'qrog'ida suv qo'shdim. Bundan sal to'qroq margan sopkaga o'tib qo'ydim. Anaqasi loylari ketsin. Bo'lishimizga oson bo'ladi. Hop bo'lgandan keyin ham bir pas suvga qo'yib qo'yaman. Ildizlarini lat yegan joylari yaxshi bo'ladi. Hozir bo'lgandan keyin ko'rsataman. Mana go'nglarni tayyorlab qo'ydik. Bir qop go'ng topdik qo'shnidan. Endi buni ekamiz. Xudo xolasa. Mana o'rtoqlar, to'rga bo'ldik. To'rga bo'lindi. Mana ko'zi 2, 4, 5, 6, 7 ta ko'z. O'zi 3 ta ko'z qilib bo'lsa ham bo'lar ekan. Jamayda bo'lib ketmasin. Mana kesilgan joylarini margan sopkali suvga bo'ktirib qo'ydim. Mana bunisida ham 6 ta 7 tadan ko'zi. Mana bamlarda ham. Xullas to'rga bo'lib oldik. Endi buni ekamiz. Ikkitasini olib ketdik. Bular turib tursin, kesilgan joylar. Suvga bo'kib. Ikkitasini ekib olamiz hozir. Ikkitasi qolib tursin. Go'ng olib boring, go'ng olib bormadingiz. Bunichi mana bunaqa sinib ketgan ildizi ham, mana qarang ildizi bor. Buni ekib qo'ysak ham mana bundoq qilib ko'karar ekan. Endi menda ko'pu, baribir mayli ekib qo'yaveraman. Kimlardir so'rasa beraman. Bu rozoviy hidi yaxshisi. Juda ham hidi shirin. Mana bitta ham bor ekan singan. Mana ikkita. Endi qarang, ekilikchi. Yerimiz sariq turpoq. Pishgan g'isht deysiz, qotib ketgan. Yaxshilab atroflarga sovuring. Bu turpoq aralashtirdingizmi? Yo'q, ana bundan. Shirotdan. Ha. Bo'ldimi? Bu sovuring ko'proq bo'lsin. Ko'payib ketdi. Mana tomonga.
Mayli bo'ldi. degan solamiz. Tosh soldim kechagi. Men yirik qumdan soldim. Ha, kul soldik. Berma solim. Chetiga. Chetiga kengayarkan-da buni ildizichi. O'shaning uchun chetini kengroq qilib, Keyin kattasini qo'yib, chetini keng qilish kerak ekan. Qarang, mana chetiga kengayapti. Mana endi ozgina to'ppa, ozgina. Mana bu yoniga mana ham qo'yib yuboraylik. Yanilga balkim ko'lib olarmiz. Mana. Endi to'ppa tashlaymiz. Qishib qolmasin. Anaqa tashlang. Go'ngizni tashlang. To'ppa tashamang. Hammasini tashlab yuboring go'ngni. Qotirib yuboradi bo'lmasam. Sariq to'ppa. yo'q, tasha. Kamda dodasi. Rosmani go'ng olib keling. Tosh qotirib yuboradi yana. Voy. Ha, boshqa gap. Bu svejiy go'ng bo'lsa yaxshi emas. Anaqali keladi, qurtimiz qali. Bu rosa chirigan, rosa turgan 3 yil, 4 yilgi go'ng. Setkadan elab beribdi qo'shnim, baraka topkur. Ana endi buni ustini to'ppa bilan yopib qo'yamiz. Mana bu anaqasi bor-ku, mana shundan 3 sm tepada bo'lish kerak ekan. Bo'lish kerak emas, bilaman, o'zi bo'ladi. Chunki bizda juda qattiq sovuq emas. Ish qilsam qo'lim boshqa ketib qoladi. Boshqalarni ko'rsataman. Uzra o'rtoqlar. Mana. Bo'ldi, endi buni bitta yaxshilab sug'orib qo'yamiz. Shu bilan bahorgacha turadi. Kuzda boru, sovuq tushishga yaqin hashay-hushay solib qo'yaman ustiga. Atrofiga. Mana azizlarim. 2 tup piyonim 8 ta bo'ldi. 8 ta emas. Ko'p bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'pti-ya. Qarang. Qanday yaxshi. O'zingdan ko'paygin deb. Xudo xolasa, nasib qilsa bahorlarga chiqsak, ochilib bersin, ochilganini ko'rsataman. Mana bitta. Mana qarang. Turetskiy gvazdika deydi. O'zidan ko'payadi bu ham. To'kiladi, urug'idan chiqadi. Kuzda bir ish ko'payadi ozgina. Mana gullarim qarang. Kuz bo'lganiga yashnashdi bular. Yozim bilan qiynalib, suvga to'ymay. Qarang, jonivor. Terib qo'yganda-ya. Qarang. Voy. Atirguldagi chiroyli narsa bo'lmaydi-da o'zi. Ay jonim, qarang. Mana bu nima? Karlikovi ham o'ziga xos chiroyli ekan. Bitta boshida 5-6 ta gullar ekanda. Mana qarang. Mana bitga. Ana o'ydan olib kelib nimani ko'chirib qo'ydim. Xostamni. Qarang. Hammalarga tinchlik, omonlik tilayman. Menga fikr bildirib, vaqtlarni ketkizib kuzatganinglarga Alloh rozi bo'lsin. Tinchlik, omonlikda ko'rishaylik.